Starbucks ichishni orzu qilganman-da. Rasm Starbucks kinolarda, amerikanskiy kinolarda ko'rasiz Starbucksni. Buni mana xudo xolasa Starbucks ichib ko'ramiz. Buni juda tez ishlashar ekan. Hozir ichib ko'rib, keyingi storyda qo'yamiz hamma qanaqaligini. Ismini ham to'g'ri yozishmabdi, Shahzod qilib. Shahzod desam. Bu orzu qilgandek haqiqatdan juda bir ajoyib, eng populyarnisini so'ragandik, eng zo'rini so'ragandik, hamma o'zgacha. Kanadaga kelsalar, xudo xohlasa, shunaqa Starbucks sizlarga kutib turibdi. Meni nomimni aytsalaring, bepul qilib berishar ekan. Aytgancha, Shahzod promo kodlarini aytsalaring, bepul qilib berishar ekan. Ko'cha juda sovuq, biz esa muzdakkina Starbucks bilan Muhammadxon bilan Kanada ko'chalarida kezmoqdamiz.